Mana chiroyliqqina Xotan shahriga yetib keldik. Kasbingizdan ko'p. Ekranga qadrli ko'rmanlar, yaxshimisizlar? Manzil programmamizning yangi son orqali sizlar bilan diydorlashganligimdan to'liq xursandman. Men riyosatchi do'stlar Nazgul Tursunjon. Programmamiz orqali ko'ngilli sayl-sayohat huzurini surib kelayotgan ko'rmanlarimiz uchun biz bugun Xinjiang Meydayzi Sochak shirkatining taklifiga binoan mana chiroyliqqina Xotan shahriga yetib keldik. Biz bu son programmamizda Xinjiang Meydayzi Sochak shirkati bilan hamkorlashib hem ko'rmanlarimizning huzuriga chiroyli hikoyalarimiz orqali xizmati bo'lmoqchi. Qanamsi dehqonlar davomli manzilimizda bo'lsin. Әмділі 22 yaş kirgan bir yaşның ajoyib zo'r iroda va tirishchilik natijasida o'zining hayot xaritasini sizayotganligidek hikoya meni bu yerga boshlab keldi. Korxonchi bir jamiyatning muhim iqtisodiy tayanchi va tirishchilikning ulgusi. Cho'lponlik hukmi barbara muvaffaqiyat qozonuvchilarga yetilayotgan bugungi kunda bu kichik korxonchining hikoyasiga balkim sizlarni qiziqayotgan bo'lishinglar mumkin. Qandoqda birlikda anglaylik. Qadrli ko'rmanlar, shu topda ko'rib turganlarda biz chiroyliqqina choyxonada hozirgi ziyoratimizni boshlash oldiryapmiz. Ershad akam, yaxshimisiz? Yaxshimisiz dada. Ershad, endi men bilganimdek Xinjiang Meydayzi Sochak shirkatining qurg'uvchisi, yana Xinjiang Air Ma'arif maslahatchilik mulozimat chekish shirkatining qurg'uvchisi, yana balalar psixika maslahatchisi. To'g'rimi? To'g'ri. Undaqda o'z og'zingizdan ko'rmanlarga bir salom yo'llamsiz. Buldu. Yaxshimisizlar, ekran oldiga qadrli ko'rmanlar. Men bo'lsam Ershad Ma'lim, shunaqla Xinjiang Meydayzi Soda chekish shirkatining qurg'uvchisi, Xinjiang Air Ma'arif maslahat mulozimat chekish shirkatining qurg'uvchisi, balalar psixika maslahatchisi bo'laman. Sizlar bilan ekran orqali ko'rishganligimdan to'liq xursandman. Amsa old bilan o'zingizniki yishingiz ham hozir shug'ullanayotgan kasbingizdan ko'pchilik bir uchur beraylikmi? Buldada. Men bo'lsam bu yil endi 22 yoshga kirdim. Shunaqla Xinjiang Meydayzi Soda chekish shirkatining qurg'uvchisi, shunaqla Xinjiang Air Ma'arif maslahat mulozimat chekish shirkatini qurib, bir tarafdan balalarga, ota-onalarga psixikadan bilinmasdan, yana bir tarafdan mushu go'zallikni suyadigan mushu ishlar bilan shug'ullanib kelyapman. Demak, hamsa psixika maslahatchisi degan bir gap chiqib qoldi. Shuni bakra qiziqdim, anglab. Endi shu psixika maslahatchisi bo'lish uchun bunga munosabatli unvon bo'lish kerak-da. Siz ham shu psixik maslahatchilikda o'qidingiz, to'g'rimi? Ha. Endi men shu o'qigan kasbim amaliyotda diktoriyachilik. Lekin tashkamiz bilan. Lekin endi shu kasb o'qish jarayonida endi mening o'zimning o'tdak ishtiyoqi yana shu psixika, yana shu ota-onalarniki, bolalardagi nurg'ulg'an shu psixikalik o'zgarishlarni o'zim bir tuzsamkan degan umidda bir tarafdan oliy maktabda o'qish jarayonida, yana bir tarafdan shu o'zligimdan o'rganib, bejinlarga berib imtihonlarga qatnashib degandek har qaysi daraja kinishkilarni elib hozir bolalar psixika maslahatchisi, shunaqla ota-onalar psixika maslahatchisi, shu yashanganlar psixika maslahatchisi degan kinishkilarni elib to'liq o'tirlar o'qiyotgan, to'liqsiz o'qiyotgan shu o'quvchilarniki psixikalik tanishishni, shunaqla o'rganish qilolmasligidagi shu psixikalik holatni tugatib, yana bir tarafdan bo'lsa o'zimning psixikadagi talantini joriy qildirish bilan birga shu o'quvchilarimning ota-onasidan boshlab ularni shu iqtisod qimmat yaratishga yetaklab mengyotaman. Hozir mana shu 22 yoshlik Ershadning og'zidan biz hozir 40 necha yoshlik bir natija qozongan erning so'zlarini anglagandek bo'lyapmiz. Balki nurg'un ko'rmanlar men bilan o'xshashlar dastlabki anglagan vaqtida toza ishlanmayotgan bo'lishi mumkin. Chunki 22 yosh degan vaqtda hamda normal aytgan vaqtimizda texi oila qurmagan, shundoq texi bir farzandlik bo'lmagan bir odam qanday bo'lib bolalarga psixik jihatdan maslahat berdi. Eng oddiy ota-onalarni qanday qilib bunday qoyil qildi deb o'ylash mumkin. Ammo dastlabda qanday qilib shu psixik jihatdan bilim olishni o'ylab qolgan bo'ldingiz?
Birinchidan endi o'zimninki shu oliy maktab jarayonida o'zimning psixikasidan ozroq to'salg'ular uchirdi. Men shularni yengolmaslik tufaylidan nurg'ulg'an ishlarda keyinda qoldim desam bo'ldi boshqa savodoshlarimga qaraganda. Shuning bilan to'xtab men o'zimning bir psixikasini davolay, deplikida o'zimninki boshqalardan psixika maslahat edishni boshladim. Shundaqla psixika maslahat olgandan keyin o'zimninki burunga qaraganda haqiqatan bir o'zgarish qilganligimni his qildim. Shuningdan boshlab men bu psixika qiziqqan. To'xtabdi unda bo'lsa men bir tarafdan yana doktora yasash kasbida o'qisam, yana bir tarafdan shu psixikada bilim olsam bo'ldi ekan bu. Unda bo'lsa mendek bolalar cho'qim jamiyatimizda texmi ko'p, ota-onalarmi bor. Unda bo'lsa men mushlarga bir maslahat berib, ularningki masalasini hal qilay degan umidda men shu o'qidingizda. Amaliyotda nurg'un kishilar utuq qazanayotgan bir korxonchaga havas qilishidi. Ammo uning o'z mavjudligini saqlash uchun qanchalagan badallarni to'layotganligini hech qachon his qila olmaydi. Xinjiang Meydaysi Sud cheklanish shirkatining quruvchisi, bolalar psixika maslahatchisi, Xinjiang Air Ma'rif maslahatchilik mulozimat cheklanish shirkatining quruvchisi Ershad muallim o'ziga xos iroda bilan atrofidagi yoshlarga tirishchanlikning haqiqiy ahamiyatini tushunib kelayotgan yosh bo'lib, kishilarga qiyin ish yo'q olamda ko'ngil qo'ygan odamga degan nuqtani o'z amaliyati bilan isbotlab berdi. Men shu Xinjiang Air Ma'rif maslahat mulozimat cheklanish shirkatini qurib, bu yil 4-yilga o'tdi. Xinjiang Air Ma'rif maslahat mulozimat cheklanish shirkatini qurib bo'lgandan keyin psixikaga birlashtirib, shu oliy maktab imtihonimiz qatnashgan suyungi savodoshlarini har yili tarbiyalab qilyapman. 2020-yilimi shu 1200 balni tor orqali Jiboda dars o'tash orqali tarbiyaladim. 1200 o'quvchimning ichida hisobda bularningki 650 bala Binka, YPga, Arpiga o'tib, o'zininki o'ylab baxmagan natijalarni qo'lga keltirdi. Shuning bilan psixikaninki kuchining haqiqatan borligini his qildim. Unda hozirga qadar qanchalik o'quvchilarga shu psixik jihatdan yetakchilik qilgansiz? Shu 4 yil jarayonida hisoblab kelsam 8 mingdan oshdi. Endi bu 8 mingning ichidagi o'quvchilarim Xinjiangning ichidagi har qaysi oliy maktablar bo'lmasin va yoki ichkiridagi donliq maktablar bo'lmasin, hammasi shu yerda oliy bilim yurtlarida bilim olyapti. Shundaqla ma'lum bir shaharlarga berib qolsak, oldimizga shu bolalarniki ota-onalardan boshlab lekinda shu o'quvchilarimiz kutib oladi degandek hisobda. Demak, hamda ashaning qalbida o'rningizni tikildingiz degan gapda. Ulardagi bir xil murakkab psixikani hal qilishda qiynalgansiz ba'zida. Qiynalgan vaqtlarim haqiqatan bek ko'p bo'ldi. Chunki o'zingiz kichik emasmi? Endi masalan, ularning ba'zilari men bilan yeshim va chabudo hisobda uncha farqlanib ketmaymiz. 1-2 yosh, ba'zilar 2-3 yosh degandek. Endi hozir qadar to'rda mening yeshim oshkorlanib boqmadi. Endi bular mening to'rdagi yoshlarimning 27 yosh, 28 yosh debligimda chiqirib yetadi hisobda. Chunki ular ovozingizni bardi, shundaqmi? Endi faqat amaliy ko'rishib baxmagandikilamchi. Bular bilan endi men maslahatlarni berib, nurg'ulg'an bolalarningki psixikasi yaxshilanib shundaqla ayollarnikidan boshlab, shu masalan bir ajrashib ketmoqchi bo'lgan oilalarmi, meningki maslahatimni anglagandan keyin, mening so'zgan darslarimni anglagandan keyin yana bir uyga qaytadan kirib, voy bolalarimizni baxmasak bo'lmaydi ekan, bolalarimiz yetim bo'lib qolmasin. Dügüdek holatda bo'ldi. Men dastlabda shu Irshad muallimni shinimda qo'shqa vaqtimdami bir kichiklam balakango deb o'ylagan, lekin chembirikida shu psixika to'g'riliq dars so'zlaydiganni. Shuni ko'rgandan keyin meni to'pqa kirib qo'yishni talab qildim. Shundan meni to'pqa kirib qo'ydi. Bir qatimliq shu farzand tarbiyalash to'g'risidagi darsini anglagandan keyin men shunchalik ta'sirlanib ketdim. Endi men bu kichikgina bola farzand to'g'risida qanday tarbiyalashni dars so'zlab qilala. Buningki bolasi bo'lsa o'zi bola turib, bola tarbiyalash, farzand tarbiyalash to'g'risida qanday buni yaxshi so'zlayalami degan o'ylagan darsni olgandan keyin intayin yaxshi ta'sirlanib, men shu vaqtda muallimning ayrimxonasida gap qilib, bu muallimningki shu haqliq darslarga qatnashgan bo'ldim. Ama shu farzand tarbiyalash bo'lmasin, ayollik turmush psixikasi bo'lmasin, shu muallimningki darslarni anglab, shu oilamda yo'lishimga qanday muomala qilish, farzandlarimni qanday yaxshi tarbiyalash to'g'risida shu oilamda burunqidan shu ma'lum bilan tanishgandan keyingi ahvol zo'r o'zgarishlar bo'ldi.
Ögüniş bizni her vaqt qadr-qimmatga ega qiladi. Ögüniş bilan qisqagina hayotimiz go'zal ma'nolarga va ahamiyatga to'ladi. Şinjan Meydazi So'z cheklash shirkatining qurg'uvchisi Ershad muallim tinimsiz ögünish va izlanishning mevasini tetug'uchi bo'lish sufti bilan bir tarafdan psixika va ma'rif maslahatchiligi bilan shug'ullanib, atrofidagilarga ishki energiya tarqatsa, yana bir tarafdan Dilay markasidagi yuz o'rg'iltish va suv to'liqlash chaplig'ini bozorga selib, ishki va tashqi go'zallik birlashgan aktiv energiya orqali keng iste'molchilarning qoyilligi va qizg'in qarshi elishiga erishdi. Әмсі мүші кичік достарны оларның психика жәдікі тәрбиеленішіне еліп беріш жарайында бір әмілі мәшғулатларını еп барамсыз. Азырақ бізге бір рәпәмәмсіз шірке сырланы. Buldum. Endi şu bazı bir şu xamuşluq kesiligi giribtar bo'lib qolgan bolalar deymiz. Endi bu bolalarni hozir jamiyatimizda bakligini avjab ketyapti. Telefonga dum tushadigan, ota-onasi bilan paralashishni xolamaydigan, hech qanday qiziqmaydigan, boshqalardan o'zini bunda qochiradigan ahvollarda bizning shu to'liq o'tirdagi bolalarda bir qadar ko'p desek bo'ldi. Ana shunda ahvollar bo'lib qolsa, shu men vaqtimni o'rinlashtirib, shularni kanda amaliy bir psixikaga ehtiyojli bo'lib qolsa, biz ularni amaliy bir psixikadan yetakladik. Bu jarayonda bolalar bu psixikaga kirganim bilan mening o'nim bo'lamdi, bo'lmamdi, bu ma'lum deb kichiklan bir ma'lumga u bu yo'q qolsam, mendan faqat turdi o'chi deb lekanda nurg'ulgan savollarni tashlagan bo'lgan. Lekin endi men o'zim ishonchim bor deb, cho'qim shular mening qo'limda yaxshi bo'ladi deydigan ishonch bo'lganligi uchun keyin ular bir soatdan keyin ularkin bo'lsa men bir xil yeniglab ketdim. Asli men atrofimdagilarni to'g'ri tushunmabman. Ota-onamni to'g'ri tushunmabman. Xuddi ota-onam meni tug'ib qo'ydi, unda bo'lsa beqish, bundan keyin har bir ishlarda mening cho'qqim hamisha mas'ul bo'lish kerak deb o'ylayapman. Lekin men bularga tayinyapman. O'zimni tushunishim kerak ekanda, o'zimni bir haqiqiy bo'lgan tushunib yetdim. Atidan boshlab shu nachar bir psixikadan qutulib, o'zimni texim yaxshi ko'radigan, o'zimga ishonadigan, o'zimni tushunadigan 10 yildan keyin zodi nima ish qilaman, 2 kundan keyin zodi nima ish qilaman deydigan mushunda iroda keldim deb lekanda mushunda o'quvchilarning ta'sirotlarini angladim. Shundaqla shu darslarimizga qatnashgan ota-onalarning ta'sirotlari shunchalik o'zgacha. Yaxshimisiz? Yaxshimisiz Nazgul? Bilishimcha, hamda siz Ershadjonning o'qituvchisi deyman. O'qituvchisi. Demak, hamda Ershadningki hozirga qadar barliq taraqqiyotlarga, natijalarga sizmi tan hamdam bo'lib kelyapsiz. Undaqda sizning bu o'quvchingizdan faxrlanamsiz. Ershadjon garchimning o'quvchim bo'lsin, lekin odatda xuddi o'z artistliklam ko'rdim. Bir ishga yo'liqqan vaqtida shu vaqtda mendan telefon qilib so'raydi. Ba'zi kayfiyat yaxshi bo'lmay qolgan vaqtlarda telefon qilib qilsa, paranglashib degandek ish qilib, mening bunday kayfiyatim ko'tarilib qoldi. Bir xil hamda bu o'quvchim hamda ham ukam bir kishilarga xushallik ato qilgan, kayfiyatni ko'taradigan bir hamda yosh bolachi. Aktiv energiyalar birdi bizga hamda. Hem onunki hem de her xil dersler mesela o'quvchilar deymiz, cho'nglar deymiz, bolalar deymiz so'zlagan darslar munayti kishilarnikiligi qo'llashiga, yoqtirib anglashiga erishib keldi hozir qadar. Ba'zi vaqtida Ershadjon desa bir o'quvchimiz bor bizning deb biz maktabdagi o'qituvchilar bilan bunday faxrlanamiz bundan. Başlavotqa yerine eshiklarni ochib qo'yib. Nilofer, bir adash yaxshimi? Yaxshimi? Odam tutmoqmi? Adash sen shumi ya? Men, voy, ko'k chiroyli qol. Qanday? Adash bir oy ko'rmasam, chiroylarim kichik bo'lib, badanlarim ham chiroyli bo'lib ketdi. O'tirib ketdim. Besaxodim lekin nurasini, besaxodim. Oye, adaş görüşmek pek uzun buldu ha. Şundigine adaş, iyiymiş hizmetteyimiz, ondayımız, buradayımız ve canım. Küçük vaktimizi yaxşı tikemiz. Çok kötüler, bekletmek, okup çıkarım. İşgallarından çıraylık adaşı? Ha, işgalımı top kaldı. Ben özlemden işgalını sınaşmışım. Ulasını Seda kızlarla. Adaş, eşmeştik için neçe ayıp gidip dolar görüşmekle. Adaş. Oo. Bir dep sorsam kapılamsa. Ya, soruya. Adaş, yüzün caran buldu ona. Maaşım yetkizden ben olsam ne? Bu cıvran kalma adaş değilden sen baba gel kuzum oldu ki. Oye, adaş, biz kare yakın dostqa oncalar gep yuşup gep yuylar oldu. Elimde hoşlandaysa bana ben kılmadım adaş.
Operasyonga falan pul ketibken, maaşımız yerine avasadık. Yaş işimiz 30'lık bağmaydı, bir eğitim canım olsam endüğünü neymiş kılımıza da. Vay etken etim köreşkende yüzdün düğülek tokaşkandek durattım. Hazır ucumdaqdanız. Endimde uruqlap bir şekilde kop tuttu. Endu monumentle tuğaşında yuşup ketmesen buldu. Benim küzdüm ben. Nima qilmay o'shirib biz operatsiya qilmanicha o'g'irlaniki tadash, ma'qada o'g'irlaniki shoshdan yuzimdan o'g'irlaydi ekan, operatsiya qildi. Ben uruqlum varsa, ben uruqlum bilan yüzümden o'xshash turdi. Yuzim sinam yuzim o'g'irlabdi, shu ozroq qo'shimcha qilib bor ekan. O'g'irdim tadash men. Vaqti bir telefon tikense bir kechida yig'lab. Adaş, muhabbetim uçta dedi, semrip ketipsiz dedi, bo'ldi, ağrıp gitme, o bu da. Ben de içimde bek ötep ketken olsa, qazilik olsun, küvettanmı deyimden, o'sha yurib istab bera. Adash o muhabbetimni çok qara. Yo'q sen qo'ygan. Ne bak, hech esimga borgandan yo'q. Qachon gap adashim? Ağrılıp ketding degine? Ayrılıp ketdim. Adash demisimi qiziq ekan, to'y qilmay turib, dehay. İlettim yaratmasa meğer bir gün bira balık boğanlık gün taşıtı dağışan 20. qavatda şunlarla yoluq sep qo'ydim. Unda bo'lsin, nemish qilding deb bera? O şejib sordu. Unda o'zi tushunib desam rahmat. Nima rahmatlik? Da. Voy. Adash bu Şinjan Midesi Sosyalistliğinden Dilay Marks'taki yüz yaptığı. Bu yüz yaptığı alaylık pek yaxshi yapsın. Voy, adaş, sen bir xil kichik bolni oldiganda bir gaplarni qilib qo'ydi ekansan. Hozir bu narsang kim ishini hammaga ishi qotidi buni. Deppa so'raydi ekan, deppa tushmaydi. Dalg'an yapqanim sen ishi tutma. Meni bosh tushmaygan. O ast chaplarga, ust chaplarga ichki tanchiqligini Midesi markalı. Sen vereydiman. Bunu sen başta ben vereydigan. Qandasan ana bu çemberga behçik qo'lashmish maqsadlar ve behçik satdı. Başta ben tanışıp bir muş bilmez bizni oğuşalan degandim, lekin haqiqatan verememiş. Hozir ham texniklarni o'rgatganlar u to'rdiki, po'yjandiki, yuz chapaqqa qarab qolishasi bo'lmaydi. Sen buni bosh ishla. Alış qarama qo'shniyak bor, odatda qo'shniyak yo'qdi. Chunki men aslida iyakni ayirib chiqib, shu gunohim bo'lsa, ustini ayirib chiqib. Mau faling bir, iyak, peshona, mau ikki qosh. Qassanlab kesib, qaboq saralab ketadi. Ashtam uning bek yaxshi. Sen baş şimdi arkadaş. Mushu rost ishlamaydi ketdi. Rost. Shu yo'ldan qilib, mana ashtab ketib bir ay bo'ldi. Lekin jiq qiz bola men ashtabdim. Sen jo'non qildirman dedi. Amaliyotda men mushtilman. Adaş unda o'z akili ünlüdarni Bo'ldi. Aviation'ni to'xtab turib, men aviation'imdan ekan. Qo'ygan bir qiz bola mesela hozir aqlsiz foshaq avval turay. Ashtam bularni do'stim ma'qul adaş. Bo'lma. Men turmoqsa qo'limda. Ma'qul adaş, ma'qul. Ekan mana shu. Papaycı Bu yaxshi. Al bir tansan beraylik. Undaqda shu oliy maktab imtihon berish jarayonida yana bir tashkillangan bir nuqta bor, ya'ni shu orzu to'ldirish masalasi, shundaqmi? Amsa mushundimi nurg'un ota-onalar yoki o'quvchilar bakcho'ja bo'ldi, ya'ni qanday qilsak bular deb cheklanib ketadi. Ularga maslahat beramsiz? Albatta beramiz. Bularga maslahat bergili, yani 2 yildek bo'lib qoldi. Endi dastlabda bularninkin cho'qim bir yaxshi natijani qo'lga keltirgandan keyin cho'qim bir eng yaxshi ma'lumlar shu tosh qazmasi bo'lmaydi deydigan bir ideya mening qalamda shakllandi. Undan keyin endi o'zimniki shu ma'rif maslahatchilik shirkatiga shu ichkirdagi danglik maktablarda o'qigan aspirantlarni shu 5-6 yillik, 10 yillik orzu to'ldirish tajribasiga ega shu ma'lumotlarni o'zim taklif qilish orqali lekanda 2 yil bo'ldi orzuni to'ldirib kelyapmiz. Mana bu yilmi ham hisobda 150 balniki orzusini to'shqazdik. Arzusunu ham hozir to'liq kursning 1-turkum, 2-turkumniki chaqiriqlar chiqdi. Hisobda 45 o'quvchimiz shu o'zi orzu qilgan maktab, o'zi orzu qilgan kasbga o'tdi. Buni ko'rgandan keyin ota-onalarimiz bizga haqiqatan ishonganligidan qo'shildi. Hozir Şinjan ayrim ma'rif maslahat xizmat cheklik shirkatimizniki o'qituvchi soni 18. Hozir endi buningda orzu to'ldirganga ma'lum bor. Shundaqla bolalarniki ingliz tili, matematika, her qaysi shu darsning keyinda qolgan o'quvchilarni yetaklaydigan ma'lumlarimizdan boshlab bor. Kishilik hayot nurg'ulg'an o'ngsizliklarga to'lgan bo'ladi. Shu o'ngsizliklardan atlab o'tadigan kishilarga muvaffaqiyat o'z quchog'ini ochadi.
Siz bir korxonachining o'z orzusini amalga oshirish yo'lida qanchalik tirishadiganligini bilamsiz. Ba'zida uning ko'ngli og'riydiganligini, ammo uning keyingi taraqqiyotlarga yo'l ochish uchun hammaga chidayotganligini tushunamsiz. Uning har kuni telefondagi sansizlagan uchur va bejirimisi bo'lmaydigan xizmatlar ichida yerib charchab, turli tuman xirislar ichida birdamı tinim topmay ishlayotganligini his qila olamsiz. Oldingizdagi bu yosh dal shuning tipik misoli. Bizdeki Şinjan Meydayzi Soda Çeklik şirketimiz yani 2020 yılı 12. ayının 28. günü kurulgan. Lekin hani bizning mas'uliyatimiz bo'lsa 5. ayının 28. günü bütün tor dünyası arqılı xalqimiz bilan yuz ko'rishgan bo'ldi. 3 oyga yetmagan asosda bizning shirkatimizning vakolatchilari 3000 ga yetdi. Shundaqla bu vakolatchilarimiz hozir oldi 30 minglikdan yuqori mal setib 4000 qo'ydan maosh olgan bizningki qaltis vakolatchilarimiz bor. Bular burun hech qanday bir ishni qilib boqmagan, faqat men yetaklash orqali texim yaxshi natijalarni qo'lga keltirdi deb o'ylayman. Endi Şinjan Meydayzi Soda Çeklik şirketimizden Şinjan bozoriga sağan yangi mahsulotimiz bo'lsa, 2 xil unumdan tarkib topgan, yuz o'rqiladigan, chiroyli V shakliga akiladigan hamda intayin bir yaxshi bir mahsulot. Bu memo ekan, shundaqmi? Demak, endi ayollar hozir shu 2-3 kunda cho'qim bir tal memo chaplashga asosan odatini bo'ldi. Bu anamimizga singib bo'ldi. Lekin endi shuning ichida o'zimizning terisiga mos keladigan yoki haqiqiy unumini ko'ra oladiganni tanlab ishlatish o'zimizning qo'lida. Ben 2007 yılı kentiga berip ayollar hizmetini kılgan. Şu jarayonda ben nurgun ayollarım, nurgun yakın dost birodarlarım, benim bundan mas'uliyatimni ishlatib baqan deb men vakolatchi bulashqan, undigan bo'lsam meni faqat o'ziga tatanmagan, faqat qiziqmagan. Demalishga chiqib kelgandan keyin shunda Irshad ma'lumniki mush ish qilganligini bilib, mush ma'lumga agishib, hozir mush Şinjan Meydayzi Soda Çeklik şirketining dilay mas'uliyatini setib chiqib turyapman. Iqtisodiy jihatdan 17-18 ay vakolatchi qabul qilib oldim. Meniki mush chiroyimniki go'shi hozir cho'ng, lekin bundan cho'ng. Mayam unda apilqi. To'qoq chiqib qolganda, hamda suv tushib qolgandakda, mush ma'lumniki ishlab chiqargan dilay mas'uliyatini ishlatib o'zim. Hozir mush chiroyim V shaklga keldi. Amsim shu vakolatchilarga ularga tarbiyalashga vaqtlarni chiqara olatamsiz. Chunki avay degandek siz nurg'un narsalarni dedingiz-ku. Endi ashlarni hammani qilib, ham har bir aylarning razmanligiga erishib turib, hamda o'zingizning savdo yo'lingizda vakolatchi deydigan bir yangi uqum bilan yangi yo'lni ochibsiz. Amsi bularni tarbiyalash jarayonlarida qiynalatamsiz. Mening hozir yordamchim bor, ya'ni katibim bor. Bu katibim mendan Endi 2 gün oldidagi darslarni o'rinlashtirib, ashularningki ehtiyojli bo'lgan darslarni o'rinlashtirib, ashularningki soda andisini texmi yengiltishga bo'lgan bir tarafdan biz psixikalik dars o'tsak, yana bir tarafdan ayollar birsi-birsini qo'llagancha qanday natijalarni chiqadi. Unda bo'lsa, o'zimizga ishonch qolmagancha qanday zodi qanday qilamiz degandek, shu tarbiyalashlarni qilib biz shu vakolatchilarimizni ko'paytirib kelyapmiz. Shundaqla bundan keyin yangi vakolatchilarimiz bo'lsin va yoki kon vakolatchilarimiz bo'lsin, chuqur bularni o'zim bir qo'lliq holatda tarbiyalab, yaxshi bo'lgan mas'uliyatga, yaxshi bo'lgan iqtisodlarni ularga tepishga men butun kuchim bilan yordam qilaman. Mana bugun sizni kapti deb opam dadam shirkat hamkorlashuvchilari bu yerda saqlayotdi. Biz birlikda kirib boqamiz. Bo'ldi, qani. Nazgul yaxshi keldingiz. Ay, rahmat, yaxshi bo'ldingmi? Yaxshisizlar. Bek chiroyli joyda saqlayapsizlar. Bek xush bo'ldim. Rahmat. Yaxshisizlar. Rahmat, yaxshi turdinglarmi? Xotan shahriga kelib mana sizlardek o'z qizlar bilan ko'rishganligimdan intayin xursandman. Biz bayatdan endi sizlarningki mana yetakchilar Irshad muallimning hikoyalarini anglagan bo'ldik. Endi hozir endi mahsulotlar intayin ko'p. Shunday vaqtda Irshad muallim ishlab chiqargan mahsulotni nima uchun tutib qolganliginglar yoki hozir qanday bir unum manfaatlarga erishganliginglarni bilib boqim keldi. Qanam sizdan kelaylik. Bu mahsulotga agishib qilay yoki mush mahsulotni
Setiyotqili qancha uzun bo'lgandi? 3 ay bo'ldi. 5-oyning 28 bu shirkatga ergishib kirgan. Men ilgari birak mahsulotni ishlatib boqqan. Bu İrşad muallimninki shu Medes şirketining Dilay mahsulotini ishlatib bir qatim unumini ko'rdim. Chiroyimda azroq so'z quyruqlar botdi. Ya'ni so'z taxlam botdi. Shuning bilan shuni bir qatim ishlatiblam, shu alomatlar yo'q edi. Anandan keyin yana psixik maslahatchilik bolalarninki. Tabiiy qatnashdim. Shundan keyin anglablam bu shirkatga, ergishib ham pul topa oladiganman, ham bilim topa oladiganman. Bu shirkatga ergishsam istiqbolim bo'ldi ekan deb o'yladim. Shuning bilan boshqa mahsulotni qilib qo'yib, shunga ergishish qilyotgani 3 oy bo'ldi. Bo'ldi, rahmat. Ada yaxshimisiz? Sizmi shu mahsulotning vakolatchisimi? Shundaq, men bu shirkatga vakolatchi bo'lib, chaplaqlarni ishlatib, chiroyli bo'lib ketdim, chiroyli bo'lib ketdim. Nima uchun bu mahsulotni tanlab qoldingiz? Chunki bu mahsulotningki unumi yaxshi, tirdagi qo'riqlarni yo'qotgan, asti bo'lsa tirninki beshaklarga kelib, o'riqlatib, chingitib, ustiga ko'tirdi. Usti bo'lsa tirdagi shu aqsil to'liqlash, tirdagi kichik siziqchilarni yo'q qilish, namlik to'liqlash, shundaqla tirga aqsil to'liqlab bergachga, yuzimiz to'g'an sir paqroq, chiroyli holatga keltirgan. Yana bir tarafdan shu bu shirkat psixika darslarni o'tish orqali bizning psixikaga bo'lgan intilishimizni qo'zg'adi. Shuning bilan biz o'zimizni bir xil psixika jihatdan yaxshilanish his qildik. Shunga men bu shirkatga a'zo bo'ldim. Mening mushukka yuraksiz umbatdi, noziklarda yaxshimisiz? Yaxshi, rahmat. Xotingagingizni qarshi olamiz. Bizning bu xotinning ovozini qurg'oq. Tilimiz bek bo'shab ketyapti. Hozir opam bilan birlikda bu Dilay markasiga daily bo'lyapmiz. Ham o'zim tang yoshdagi İrshad muallim bilan shu shirkatga daily bo'lib taxmin tirishimni hem sizlarning qo'llab turishinglarni chin dilimdan umid qilaman. Undaqda Irshad muallimga bak qoyil ekansiz, to'g'rimi? Shundaq. Irshad muallimninki iqtidoriga men bak qoyil. Irshad muallim nurg'unlagan yosh o'smirlarni yetishtirib chiqdi. Hem o'zidan cho'ng olsun, o'zidan tang yoshda bo'lsin, nurg'un o'quvchilarni yetaklab kelgusida bizning istiqbolimiz uchun nihoyat tirishyapti. Rahmat, güzeller. Bugün sizlerle mana güzel bağına oturup chiroyli paranglarni qilishdik. Her bir anlarning ishlaringlarni o'ngishli bo'lishini umid qilaman. Hozir mana Undidor sodisi hammamizga bu qiz ayollarimizga nurg'un afzalliklarni elib keldi. Demak, endi nishonimiz to'g'ri bo'lsa, biz cho'qim yaxshi muvaffaqiyatlarga yana birlikda hamroh bo'ladi ekanmiz. Amsa o'zinglar yaxshi kelgan mahsulotni so'yib ishlatish bilan birlikda har millat xalqiga sog'lomlik taqtish yo'lida ko'rik bo'lishinglarga tilakdoshman. Rahmat sizlarga. Muvaffaqiyat yo'lida tanlash tirishchilikda muhim. Agar siz muvaffaqiyatga erishay desangiz, tirishchan kishilar bilan do'st bo'ling. Ularga qo'shiling va hamkorlashing. Chunki orzusi bor kishilarga ergashganda sizda orzu va nishon bo'ladi. O'zining umidga to'lgan qalbini Irshad muallimga topshirgan mana bu vakolatchilar o'z qoyilligi orqali shirkat taraqqiyotiga har vaqt aktiv ovoz qo'shib kelmoqda. Bayatdan beri sözgələrinizə ansam, həm də nurg'un ishlarga tang yurish qilibsiz, tang etmayapsiz. Bo'lib məndə məsləhətçilik, shundaqmı psixika jihatdan yetaklash bu bir ayrim soha bo'lsa, savdo sohasi bu ayrim bir cho'ng soha. Endi bu ikkisini tang etmayishda siz nurg'un badal to'lash to'g'ri keldi. Bu jarayonda balkim siz nurg'unlagan qiyinchiliklarga uchirdingiz ham uchirishingiz mumkin, to'g'rimi? Hozir qadar hamda shu psixikadan maslahat oldiganlar yeshini o'qib qolslamkanda bu bolalar aslan menga maslahat beralamdi. Yeshi bek kichikkan, to'y qilmoqliga qachon, bu to'y qilmay turib bolalar psixikasiga maslahat berish degan bu ancha aqlga sig'maydigan ish bu deb lekanda yana necha kun o'ylanib, necha kun mening darslarimni iz qo'g'lab anglab turib undan keyin bir necha yuz qo'y pullarni ishgan bir qipaqaychu deb lekanda maslahat olgan ishlarmi bor. Men bilan shu sodada hamkorlik o'rnatadiganlarmi nurg'unlar men bilan hamkorlik o'rnatishdan boshlatdi hamda meni rad qilyapti. Nimishqa degan vaqtimizda birinchidan siz yeshingiz kichik, ikkinchidan sizniki shu shirkat qurishda, yana mahsulotlarni ekmangishda, vakolatchilarni tarbiyalashda qobiliyatingiz yo'q. Biz masalan bir 30 yoshdan yuqori bo'lgan odamlar bilan hamkorlik o'rnatsak, texim yaxshi bo'lgan natijalarni qo'lga keltira olamiz. Shunga biz sizdan hamkorlik o'rnata olmaymiz deb lekanda
shunda degan ahvollar bo'lgan. Shu gaplarni anglagan vaqtimda men shunchalik endi o'zimni nima uchun men bir burunroq tug'ilmagan bo'lgandim, nima uchun 30 yoshga kirmagan bo'lgandim. 30 yoshga kirgan bo'lsam, mush men bilan hamkorlik o'rnatishdan boshlatganlar men bilan shaksiz holatda 200 minglik, 300 minglik to'xtamni imzolaydi degan qarashlarga kelib qoldim. Lekin mush o'ylarga qaytgandan keyin mush ota-onam ekanni menga madad berishi, atrofimdagilarniki texim tirish qilsan, chuqur qila olaysan, chuqur xo'shallik bo'ladi deganga o'xshash mushunda o'zimga tasallilarni berish orqali lekin ularning bu ishlar necha kundan keyin o'tib ketsa, yana ma'lum bir odamlar bilan hamkorlik o'rnatib, qilib kelyapman. Yaxshimisizlar? Yaxshi, o'zingizmi yaxshi bo'l. Yaxshi, rahmat. Bayatdan beri mana Ershadjon bilan paranglashdik, vakolatchilar bilan paranglashdik. Eng oxirida sizlarning Ershadjonga demoqchi bo'lgan ko'ngil so'zlaringlarni anglab boqqim keldi. Qani. To'g'ri, rahmat. Balam 22 yoshga edi bu yil. Balam endi bu 22 yoshga hayotida bizni bir qatim bir qaqishib baqqan. Bizni ota-onasi yig'ilib baqqan bola emas. Balam 3, balamning birinchisi shu cho'ng. Shunga ikki ukusga ulg'ulab, endi jamiyatdagi nurg'un uzuli tang demaklik bolalarga ulg'ulab, qilish jarayonida korxonadan ishkini qurib ketyapti. Shu jarayonda og'gan vaqt bo'ldi, ochgan vaqt bo'ldi, qayg'urgan vaqt bo'ldi. Men endi dadasi bo'lib suputim bilan untusiz qo'llab, yo'q chukil qilib yulab, tamoq yeyol deb nashqatim ekrisak yemasa, tirishib tamoq yegizib, bugungi kunga keldi. Balamning tirishchanligiga ham vafodorligiga qattiq rahmat aytibman. Cho'ng o'g'limdan men bek minnatdor. O'g'limning salomatlik bo'lishini, baxtlik bo'lishini, shu qilayotgan ishlariningki o'ngishli bo'lishini chin qalbimdan umid qilaman. Sizlarning salomat bo'lishinglarni umid qilaman. Rahmat sizlarga. Rahmat. Amsi bundan keyin yana balkim nurg'un arzu armonlarni ko'nglingizga puxtavasiz, to'g'rimi? Bundan keyin mana Şinjan Meydayzi Savdo Cheklik shirkatimizningki shu ikkinchi qatimliq mahsulotimiz bozorga kirish oldida turibdi. Ikkinchi qatimliq mahsulotimiz bo'lsa, yana shu cho'nglardagi, kichiklardagi, o'rta yoshlig'indagi revmatizm, puta og'riydigan ahvollar qarta bizning ikkinchi qatimliq mahsulotimiz Şinjan bozoriga pat yaqinda shu keng ko'rmanlar bilan bizning qo'llag'uvchilarimiz bilan yuz ko'rishdi. Mush fursatda men qalbimdagi intayin minnatdor bo'lgan kishilarga bir minnatdorligimni bildiryapsam, bular bo'lsa meniki ota-onam, hozir qadar hamda natija qozonishimga ota-onam turtgulik rollarni o'ynab kelyapti. Undan boshqa Şinjan Meydayzi Savdo Cheklik shirkatimizga ishinib, qulni bergan, bizga vakolatchi bo'lib kirgan, menga texim yaxshi fursatlarni beralaydi deb lekin menga ishongan har bir vakolatchilarga, shirkat hamkorlashuvchilarga shunday va'dalarni beralaymanki, bizning Şinjan Meydayzi Savdo Cheklik shirkatimiz sizga eng yangi imtiyozlarni berish bilan birga mahsulotimiz orqali bizga ishonganlarning ishonchisini yada qo'ymaymiz. Sizlarga ko'p rahmatimni bildiraman. Balkim bu ziyoratimiz hamda texnik sizniki bu kasb natijalaringizning boshlanmasi, muqaddimasi bo'lishi mumkin. Bundan keyin texnik ko'p natijalaringiz orqali bizning programmamizni texnik beytadiganligingizga ishonaman.